Musulmon qanday qilib boy bo'lishi mumkin? Bu video aslo bir dinga da'vo qiluvchi video emas. Shunchaki men kuzatuvlarimdan kelib chiqib aytaman. Kuzatishim bo'yicha musulmon boy bo'lmasligi kerak yoki bo'lmasam shu kunga ham shukur qilish kerak yoki biz bechoralar bunaqa. Xullas bu Qurbon ongidagi tushunchalar afsuski o'sha musulmon qatlamiga juda ko'p singib qolgan ekan kuzatuvlarim bo'yicha. Lekin unday emas. Meni fikrimcha musulmon ham butun dunyodagi boy insonlar kabi judayam boy va badavlat bo'lishga nima deydi aslida haqli. Qanaqa qilib boy bo'lishi mumkin endi musulmon qatlami? Birinchidan, ya'ni biz musulmonlar birinchidan o'sha 5 ta shart orqali eng asosiy gapirib o'tay. Birinchisi tasadduq, ya'ni sadaqa, ikkinchisi zakot, uchinchisi shukr, to'rtinchisi dunyoga bog'lanmaslik va beshinchisi tabiiyki ota-onaga bo'lgan hurmatimiz. Buni ham ochib o'taman. Sadaqa qilgan insonga hatto Alloh, butun malaklar, butun borliq yordam qilishga boshlaydi. U odam boyishi uchun, uni ishlari osonlashishi uchun. Bu birinchisi. Endi tasadduqda zakotdan farqi nima? Yoki ikkinchisi bu zakot. Aslida zakot bu bizani yilda bir marta o'sha berilib qo'yilgan Alloh bizga tarafdan buyurilib qo'yilgan farzlarimizdan, ya'ni 5 ta asosiy farzdan bittasi. Ya'ni topgan daromadimizda nechadir qismi, buni imom ahli yaxshi bilishadi, nechadir qismini mendan ko'ra nima deydi, o'sha berishingiz kerak, zakot qilib berishingiz kerak. Qurbonda xohlang qurbon qilib bering, xohlang boshqacha yo'lda bilan bering. Xullas zakotingizni berishingiz kerak. Tasadduq esa o'zingiz ixtiyoriy ravishda zakotdan tashqari o'zingizga beriladigan ehsoningiz. Mana buni tasadduq deyishadi. Birinchisi bu tasadduqqa oid edi, ikkinchisi bu zakot. Endi uchinchisi shukr. Shukr qilmasdan hech iloji yo'q. Shukr qilsangiz men ne'matingizni orttiraman degan Allohning oyati bor. Bu Qur'onda ham yozilgan, o'qib ko'ring. Hozirgi zamonaviy psixologiyasi bu juda tarqoq, yoyg'in bitta praktika bo'lib ketdi o'sha. O'sha shukr yozishni boshlashingiz bilan shukr qilishdi. Aynan o'sha nima deydi, holatga o'tishingizni boshlashingiz bilan sizda o'sha ne'matlarning ortishi boshlanadi, barakangiz, rizqingiz ortadi. Bu shukrga taalluqli edi. Endi to'rtinchisi bu dunyo. Dunyo bilan dunyoga bog'lanmasligimiz kerakligi haqida. Chunki qancha biz dunyoga bog'lansak, shuncha dunyo bizdan ketadi. Ya'ni bu haqda ham bitta rivoyat, balkim sahih hadis bo'lishi ham mumkin. Rivoyat aytib beraman. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sahobalar bilan o'tirganlarida aytadilarki, borib o'sha qaringda soyangizni orqasidan quving deydi. Yetib oling unga deydi. Yetamiz deb quvishadi, hech yetisha olmaydi. Yetolmayapmiz-ku deb kulishadi, payg'ambarimiz ham kulib qo'yadilar. Endi menga qarab kelinglar deydi. U payg'ambarimiz tomon qarab kelishni boshlashganida ular ko'rishadiki, soya oldinga tushib, xullas o'sha soyani orqasidan quvib payg'ambarimiz oldiga kelib qolishadi. Ya'ni soya payg'ambarimiz oldiga kelishganda soya oldilariga o'tib kelib qoladi. Keyin payg'ambarimiz kuladilar. Buni rivoyatda hikmati nimada edi? Qarang deydi. Bu soya bu sizni soyangiz, bu asli dunyo deydi. Siz qancha dunyoni ketidan quvsangiz, dunyo sizdan qochadi. Siz qachonki menga qarab yursangiz, o'shanda sizni nima deydi, istamagan nima deydi, menga qarab yursangiz, dunyo sizni oldingizga keladi demoqchi bo'ladi. Menga qarab yursangiz degani, ya'ni o'sha sunnatlarga amal qilsak, aslida endi bizani qanaqa to'g'ri inson bo'lishimiz haqidagi berilgan namuna aslida payg'ambarimiz. Shunaqa inson bo'lsangiz, balkim menga qarab yurish deganini men shunaqa anglaganman. Menga qarab yursangiz degani, mana shunaqa bo'lsangiz, sizga dunyo keladi oldingizga. Ya'ni dunyoni orqasidan quvmang. Siz to'g'ri inson bo'lishga, ya'ni Alloh nazdida to'g'ri inson bo'lishga yo'naling. Dunyo shunda oldingizga keladi o'zi demoqchi. Endi beshinchisi bu ota-onaga bo'lgan hurmatimiz. Ota-onaga hurmat deganda umuman hech narsa gapirmay, nima desa jim yurish kerak degani emas. Albatta ota-ona bilan har bitta oilani o'ziga xos model muomala modeli bor har bitta insonni. Lekin eng asosiysi nima qilishimiz kerak? Ota-onaga nima qilishdan qat'iy nazar behurmat bo'lmang. Ya'ni mayli u sizga nohaq bo'lishi ham mumkin. Ota-ona ham inson. Bular ham bir marta kelishgan, birinchi marta dunyoga kelishgan. Ular ham xato qilishga haqqi bor. Shunchaki ularni muhokama qilmang, hayotingizda davom eting. Ularga hurmatini joyiga qo'yib, hayotingizda davom qilsangiz, o'zi shundoq ham barakani o'zi kelishni boshlaydi. Masalan, ota-onasini hech ham muhokama qilmasdan millioner bo'lgan, hamma taniydigan inson bu bittasi Elon Musk. Chunki uni dadasi shunaqa bir ruhiy jihatdan qiyin odam bo'lganki, shunga qaramasdan u faqat kitob o'qishga qaratgan o'zini va natija hammamiz o'rtamizda ko'rinib turibdi.